Haqiqiy dehqon akamizdan akalar o'zi bor yo'g'i 7 bosh akalar va shunaqa qo'ylarimiz sotuvga qo'yilibdi. Dehqondan ko'rsating 5 ta 6 ta bo'lsa ham olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar Quduq qishlog'ida Sobit akamiz oldiga yetib kelganmiz akalar. Akalar bu 7 bosh qo'ydi, yoshi qanaqa, narx-navosi yeb ichi xudo olsa, chek qo'chqor yurganmi yo'qmi to'liq tanishtirib o'tamiz. Qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, akalar egalari bilan kelishib, qo'ydi ko'rib savdolashib ketaverasizlar. Bittadan like bosib olib qo'yinglar, shunaqa akalar puli yengil joylardan so'ragan obunachilarimiz bo'lgandi. Sobit aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilhom aka, yaxshimisiz? Yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Rahmat aka. Dolisa 7 bosh. Shunday aka. Bu olib kelganingiz yo'q, buni yolg'on yo'q. O'zingiz dehqonchilik qo'yingiz. Bu toza dehqonchilik, xonazot molim aka. Yoshi qanaqa? Yoshi ichida bitta ikki tishi bor, qolgani to'qli, hali qo'zda tishi yormagan. Aha, gap yo'q. Buni orasida qo'chqor yurganmi xudo olsa? Ichida qo'chqor yurgan aka. Aha. Kechki bo'g'ozda bari. Aha, bemalol akalar ichida qo'chqor yurgan deyishyapti. Kelib, tekshirib ko'rib olaverasizlar, kechki bo'g'oz ekan akalar. Yeb ichlarida muammo yo'qmi? Yeb ichishida muammo yo'q. Yeb ichishiga bir hafta garantiyasi bor. Yeb ichishiga bir hafta akamiz garantiyalarini berar ekanlar. Kelinglar, akamiz bilan qo'ydi ko'ringlar, savdolashib bemalol akalar lavzlarni olib akalar savdolashib olib ketaversanglar bo'ladi. Bo'ybasdan 75 olaveraydik-a? 75 pelesga olaverasiz. 75 pelesga olaverasizlar. Xo'p, akajon, men narxini ayting, necha pul qilib bermoqchisiz? Narxi unda 5-5,5 baho qo'yayotmayman men. 46 dan dastavka qilib qo'yaman aka. Aha, gap yo'q. 46 dan dastavka 4,5 dan o'zi olib ketaversin-a, bo'lmasa. 4,5 dan o'zlari olib ketar ekan. Do'stlar, oldi qochdi gap qilib berdik. Xo'p, sizlar xohlagan video ma'lumotlarni aytdik, narxini ham birdan aytib o'tdik. Akamiz bilan o'zi kelishdik. Dehqonchilik arzonroq berib yuboraman, 5,5 deb turmayman dedilar. 4,5 million so'mdan olib ketaverasizlar, 7 bosh akalar. Dastavkasi bilan desanglar 4 million 600 dan deyapti. Endi aka masalan dastavkasi bilan 4 million 600 dan deyapsiz, kimdir aytadi, vodiyga jo'nating, dastavkasi ichida duvdiska deydi. Vodiyga bir 3 million dastavka puli ketib qoladi. Unga qanaqa kelishamiz? Kelishaveramiz aka. Alohida degan joyi yo'q. Alohida kelishaveramiz, ha, uni. Alohida kelishaveramiz unga. Aha, bo'ldi. Akalar, shuni aniqlashtirib qo'ysak, xudo olsa ertandan akamiz bilan ham muammo bo'lmaydi oluvchi o'rtasida. Shuning uchun aniqlashtirib konkretni aytamiz. Videoda shunaqa degansiz deb ertandan kelishmovchilik bo'lmasin. 7 bosh qo'y, manzilda aytib o'tdim, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'i. Nomerlarni ayting aka. 99 552 4304. 99 552 44 4304. 4304. Bemalol chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi.